Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega so'zimizga amal qilishimiz kerak? Chunki bu ishonchli inson bo'lishimizga yordam beradi. Nega odamlarni yaxshi so'z bilan chaqilish kerak? Chunki bu mehr va hurmat uyg'otadi. Qani, kim aytadi, nega qattiq gapirmaslik kerak? Chunki yumshoqlik odamni yaqinlashtiradi. Nega ota-onaning mehnatini qadrlashimiz kerak? Chunki ular biz uchun tinmay ishlashadi. Qani bolajonlar, nega jamoat mulkini asrashimiz kerak? Chunki u hammamizniki. Nega bo'sh vaqtni foydali ishlarga sarflash kerak? Chunki vaqt qadrli va qaytmaydi. Qani, kim aytadi? Nega o'rtoqlarimizni aldash yomon? Chunki bu do'stlikni buzadi. Nega tartibli kiyinish muhim? Chunki bu ozodalikka va tartibga o'rgatadi. Qani bolajonlar, nega yordam so'raganlarga yordam berishimiz kerak? Chunki yordam berish qalbimizni kengaytiradi. Nega ortiqcha chiqindi tashlamaslik kerak? Chunki bu tabiatni ifloslantiradi. Qani, kim aytadi, nega kichik ishlarni ham e'tibor bilan bajarish kerak? Chunki kichik ishlar ham katta natija beradi. Nega boshqalarga yaxshi namuna bo'lishimiz kerak? Chunki odamlar bizdan o'rnak oladi. Qani bolajonlar, nega uyqusiz qolmaslik kerak? Chunki yaxshi uyqu sog'ligimiz uchun muhim. Nega telefon yoki televizorni ortiqcha ishlatmaslik kerak? Chunki bu vaqtni bekorga sarflaydi. Qani, kim aytadi, nega yangi narsalarni o'rganish foydali? Chunki bu bilim va qiziqishni oshiradi. Nega janjallashmaslik kerak? Chunki tinchlik eng yaxshi yo'ldir. Qani bolajonlar, nega hayvonlarga mehribon bo'lishimiz kerak? Chunki ular ham biz kabi jonli mavjudotlar. Nega ota-onamizga yordam berishimiz kerak? Chunki bu minnatdorchiligimizni bildiradi. Qani, kim aytadi, nega mehnatkash bo'lish yaxshi? Chunki mehnat baraka keltiradi. Nega o'zimizdan kichiklarga o'rnak bo'lishimiz kerak? Chunki ular bizni ko'rib o'rganadi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.